Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Viktor bilan jangdan keyin biz o'lib ketgan zulmot hukmdori Gustavning qizini bizni safimizga qabul qildi. Aminmisan? Ha. Bizga xush kelibsan, Sara. Qabul qilganingiz uchun rahmat. Endi his qilyapman. U senga qanchalik muhim ekanligini. Hammasi uchun rahmat. Viktor. Xullas deganda, mana temirchi ishim va Eiffelni tikuvi S rangda bo'lsa, biz sizlarga yangi ixtiroimizni ko'rsatamiz. Birinchisi Sara va uni Arondit quroli. Qudratli ekanligini ko'rib turibsizlar. Darha, qirolicha ajali deb nomlanadi. Zorko, menga qirolicha ajali yomon yoqmaydi. Jelifonini taratuvchi qirolicha, nomi ajoyib. Sen xohlaganingdek, qurol Viktorning zirhidan qilingan. Rostdan ham yoqdimi? Ha. Shunaqa, xuddi Viktor men bilan erga jang qilayotgandek tuyuladi. Tushunarli. Keyingisi Gerardga biz sehrli qilich, Daiselfni yaratdi. U hozirgi qilichi kabi o'lchamlari bir xil. Shunga sen bunga tez moslashib ola olasan. Ha, xuddi o'shanday ko'rinar ekan. Siz ikkingiz nima qildinglar? Buni jangda albatta ko'rasizlar. Rosa ham ko'p temirxonada ishlab charchadim. Biroz damimni olib olay, ruxsat bersinglar. Manimda. Ketdim, biron nima pishiraman. Biron bir xohishingiz bormi, egam? Guruch. Guruch oliyman. Kechirasiz. Guruch nima edi? Tuyulgan, aromat, yopishqoqlik, lazzatli. Archilagan saring shirin, butun tog' uglevotlari. Tanam guruch istavotdi. Hozir yegim kelyapti. Guruch! Anibla studiyasi taqdim etadi. Qora chaqiruvchi. Kelvin, bu yerda daryo bor. Daryoda ovutamiz. Baliq ovlamoqchimisan? Ovlash? Nima u? Toradziga borsak ko'rsataman. Ura, intizorlik bilan kutaman. Bizni sayohatimizning maqsadlaridan biri bu Viktor bergan va'daga turish. Saraga devor tashqari dunyoni ko'rsatish. Boshqa maqsadimiz esa Guruchni tatib ko'rishni intizorlik bilan kutaman. Aha,
Biz okean yonidagi suvlar mamlakati Toradziga ketyapmiz. Aytishlaricha o'tda guruchga o'xshagan o'simlik bor ekan. Hamma ish shuning uchun. Negadir Leodan qiyinchiliksiz ruxsat oldim. Shuning uchun biz Toradziga yo'l oldik. Qirol, menimcha qirolicha yana bizlar bilan emas. Melfinami? O'sha kuni ziyofatda uyg'ongan edim. Ma'bud sinfda ekanligi uchun Melfinani chaqira olmasligimni bilib qoldim. Bunga biron nima qilsam bo'larmikan? Unda timsollarimdan birini ishlatishimga to'g'ri keladi. Bu timsollar meni bir qismim. Shular orqali men ma'bud ekanligimni yashiraman. Mayli xo'jayin, men dam olishga ketmoqchiman. Nima, yanami? Men bitta timsol ustida ishlashim kerak. Agar ish bersa, sen meni chaqira oladigan bo'lasan. Mayli, men ketdim. Ular xuddi men kabi ko'rinishda bo'ladi. Bir ko'rishda sevib qolsang, xavotir olma. Ko'rishguncha xayr. Xullas, Melfina yana qatgada tuyog'ini shiqillatdi. Kelvin. O'tda qayiq suzibdi. Men ham suzmoqchiman. Xo'p, keyingi safar. Ekam, kitobni bu varag'ida. Tushundim. Klota, menimcha men qirolichani bunaqa shoshilganini endi tushunyapman. Aytgancha, Kelvin, men bir narsani o'ylab yurgandim. Nimani? Anchadan beri bizani kuzatib yurishgan odamlar haqida aytyapman. Shungami? Meni bunday qo'rqitmang, yosh yigitcha. Aravini to'xtat. Manzilga yetib keldinglar. Shef, o'tda ikkita asalchalar bor ekan. Komandir rosa xursand bo'ladi-de. Sizlar yana kimsizlar? Biz mashhur bo'lgan o'g'rilar guruhi. Qora shamolmiz. Sizlar qora shamolmisizlar? Ularni taniysizmi? Ha, anchadan beri Toradziga faoliyat qiladigan o'g'rilar guruhi. Aytishlaricha, A rangdagi yollanmaychi Trayson ularni tinchishgan edi, lekin unaqaga Ko'ryapsizlarmi, bolalar? Ular bizning nomimizni eshitib qo'rqib ketishdi. Ko'plari 25-daraja, ba'zilari 30 dan balandmi? Sara, bilmadim ular senga yetarmikan, lekin ular bilan o'ynashing mumkin. Tushundim. Yo'q, Arondetni olish mumkin emas. Nimaga ekan? Bo'lmasa ko'p qon to'kib yuborasan. Mayli. Men ketdim. Bo'l. biza bilan yakka jang qilmoqchimisan? Sen axir pastlik yollanmaychisan. Sirangdan baland bo'lmasang kerak. Afsuslanasan qizaloq. Qizlarga yaxshi to'lashadi. Yaralamanglar. Xuddi shunday. Ke zavqlanamiz, asala. Rad etaman. Etso! Oy, kuchimni ushlab turdim deb o'ylagandim. Baribir oshirib yubordimmi? Ahmoq bo'lma. Sen shunchaki Emsni kutilmaganda urding. Bolalar, ushlanglar uni. Qo'pol kuch ishga tushdimi? Mayli, o'ynab beraman. Qanaqasiga? Gildani kuchi 200 dan baland-ku. Xo'sh, yetar. Bu bo'lishi mumkin emas. Serani darajasi 75. Ularning imkoni yo'q. Nima bo'ldi? Sen axir hozirgina o'yin kuniga qilayotganding-ku. Keyin yana o'yin kuniga qilamiz. Shamol qizalog'i. Endi men muhrdan so'ng ancha kuchli bo'lganimni sezyapman. Barchasi chaqiruvni sehri to'yingani tufaylimi? Qachonlardir bir urushib ko'ramiz. Bo'ldi, kelishdik. Sen meni urgan bo'lsang ham men yutqizganim yo'q. Bizni komandirimizni darajasi 70. Unaqada. U haqda bizlarga batafsilroq aytib berarsan. Taraj,
suv mamlakati. Bu o'sha Toradzima. Qadimiy Yaponiyaga o'xsharkan. Shuni dengiz deyishadimi? Rostdanam, qatga qarama, hamma yoq suv. Viktor, men haqiqiy dengizga yetib keldim. Menga suzishni o'rgatishingni unutmadingmi? Sara, Eshit, Kelvin, nima bo'ldi? men suzishni o'rganmoqchiman. Tushundim. Fil, sen biror marta suzganmisan? Yo'q, lekin jonim bilan suzib ko'raman. Agar biz narsalar aravasini olib kelmaganimizda birdaniga plyajga ketsak bo'lardi. Qora shamolni yetakchilaridan birini ushlab berganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Men Taraj yollanmachilar gildiyasi sardori Mistman. Tanishganimdan xursandman. Men yollanmachi Kelvin. Leo, sen haqingda ko'p narsa aytib berdi. A rangdagi yollanmachi Kelvin. Yaxshi gaplar gapirgan bo'lsin-da, ishqab. Oxirgi vaqtlari u faqat sen haqingda gapiradi. Bunisi esa biroz qo'rqinchli. Qaranglar-ey. Yonimda u o'zini boshqacha qilib tutadi. Ha, Leoni o'jarligiga chidash qiyin. Siz u bilan 20 yillar avval biz Leo bilan bir guruhda bo'lganmiz. Leoni o'sha vaqtda tanib oluvchi deb atashardi. Chunki u shunchaki boshqalarning xususiyatlariga burnini suqishni yoqtirardi. ha, menikida ham suqqanda. Endi qora shamol haqida kelsak. Siz to'plagan ma'lumotlarni boshqa gildiyalarga ham yetkazdim. Lekin baribir ham ishonish qiyin. Bosqinchilarni yo'q qilgan guruh o'zi bosqinchi bo'lib chiqsa. Traysondagi mashhur jangchi Kristof Taradzini qora shamolini yakson etgan. O'sha vaqtda bu haqiqiy voqeaga aylandi. Ha, shunaqa. Endi esa ular odamlarni o'g'irlashga tushganga o'xshaydi. Qul sotish ishlarini boshlashgan. Agar biz ularni qayerdaligini bilganimizda edi, men ularni bir zumda tinchitgan bo'lardim. Aslini olganda, ular asli shu yerda, Tarajida. Demak, darhol tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hammasi bunchalik oson emas. Nimaga endi? Kelvin haq. Kristof axir mamlakat qahramoniga aylangan. Agar biron muammo kelib chiqsa, bu Taraj va Traysini o'rtasida xalqaro kelishmovchilikka olib keladi. Axir sizda shuncha dalil bor-ku. Biz hech nima qilmay o'tira olmaymiz. Sara, tinchlan. Mist shunchaki aytibdi-ki, avval tayyorlanib olishimiz kerak. Kristof darajasi yetmish. To'g'risini aytsam, bu arzimagan ish. Hech bo'lmaganda 20 daraja katta bo'lsa bo'lmasmidi? Biroq, baribir ham hech nima qilmay o'tirish to'g'ri emas. Egam, Sara, ongimizda gaplashyapmizmi? Bironta sirlimi? sani aniqlash ko'nikmang 4 ta kuchli bosqichlardan iborat bo'lgan guruhni ko'ra oladimi? Hozir. Shaharda kirishda kuchliroq odamlarni ko'ryapman. Ular 50-darajaga o'xshayapti. Men omadliman. Bizni o'rnimizga qahramonlar guruhi ishni bitkazadi. Yaqin atrofda bosqinchilar boshpani bormi? Ha. Ularni yo'q qilish uchun bizga qahramonlarning yordami kerak. Eshit, Toyarizi imperiyasi suzib borish uchun kema qidirishga kelganmiz. Bizani ma'buda Melifinani o'zi shotga yubordi. Boshqa narsaga bizani vaqtimiz yo'q. O'tdi. Qahramonlarning yordamiga muhtoj odamlar bor. Odamlarning muammolarini rishat qilish meni ham vazifamga kiradi. Kansaki. Mana yana Toy odamlarni qutqarish rejimiga tushib oldi. Albatta kulfatda yordamga kelaman. Bu umuman hamma narsaga rozi bo'lish kerak degani emas-ku. Menga aytganidek qildim, lekin hammasi yaxshi bo'lishiga shubham bor. Qahramonlar shaharga hoziroq kelganga o'xshaydi. Tushunaman. Agar adolat timsollari, ya'ni qahramonlar Kristofni yengishsa, Trayson hech nima deya olmaydi. Bu ajoyib g'oya. Yo'q. Yana uni jinnicha odati. Ha, Bo'lmasa mendan hech kim qolmay qoladi.
Ana, Hammasi yaxshi bo'ladi, Lyuka. Xo'p, sen komandir vazifasini bajarishing kerak emasmidi? Karnaning aytayotsanmi? Tugatib boraman. Hozir esa. Sen mos kelasan. Kerak emas, faqat mani qizim emas. Tovarni rosa o'qiganing uchun komandiri yana jahli chiqadi. Qo'yvoringlar. Nima cho'myapsanmi? Bu dunyoda qizaloqni baqirish ovozidan yoqimli ovoz yo'q. La'natlar, salla yana kimsalla? Qirol, u menga umuman yoqmayapti. Demak, ular Karnani yutishganmi? Gerard. rahmat, amaki. Lyuka, Ona, kattakon rahmat sizlarga. Nima bo'ldi, Kristof? Ta'til vaqtimni o'rtasida meni chaqirib olding. Gap shundaki, Karnoni guruhini qo'l izlagan payti yakson qilishgan. U nima devona bo'lganmi? Bu axir Traysonning maxfiy missiyasi edi-ku. Astaroq gapir, Prisra. Unaqada, agar tutilsa, boshqa davlatlarning g'azabiga duchor bo'lamiz. Bundan tashqari, Trayson bizga tamg'a qo'yishi ham mumkin. Ado, sen unga biron nima desang-chi? Bizni jonimiz garovga qo'yilgan. Men shunchaki bironta kuchli bilan jang qilmoqchiman. Miya yo'q, muskul faqat. O'zingni qo'lga ol, Prisra. Buni oldini olish uchun Hope'ni tekshirishga jo'natgandim. Tez orada ishlar qanaqaligini bilib olamiz. Tinchlik bormi bizda majlis? Ha? Xo'p. Bo'lishi mumkin emas. Kimsanlar? Sen Kristofmisan? Demak, Karnoni sizlar yakson qildinglarmi? Tushunarli. Xo'sh, endi bir mazza qilib rohatlanib olarkanman-da. Kechar. Sen bizga qiziq emassan. Nima? Bizda uchun jang emas. To'g'riroq qilib aytganda tarelkani kirini tozalash. Asosiy ovqat olib chiqishdan avval. eshitdinglar? Bu nimadir tushunarsiz. Shuncha yurdik, hech kim uchratmadik. Miz aytgandiki, Aranga deylar yo'llanmachilar birinchi bo'lib borishdi, deb shunaqa emasmi? Balki biz joyini adashtirgandirmiz. Yo'q. Biz ham joyi ko'rdik-ku. Bu yagona shubhali joy edi. Setsuna, axir sen aniqlash ko'nikmasini o'rganib olding. Balki nimadir ko'rayotgandirsan. Oldinda ko'p odamlar bor va hammasi bir xonada o'tirishibdi. Boshqa hech nima ko'rmayapman. Unda birinchi o'sha odamlarning oldiga boramiz. Balki o'g'irlanganlarni topib olamiz. Qo'shilaman. Bu bino juda ham g'alati. Jang izlari yo'q. Jasadlarni ham. Asosiy vazifa bularni tushuntirib bera oladigan odamni topishimiz kerak. Biz keldik. Kelayotganimizda hech nima yo'qligini ko'rib kirishga qo'rqyapman. Xavf aniqlash hech nimani ko'rsatmayapti. Baribir ham kirishimiz kerak. Men birinchi kiraman. Xo'sh, orqamni himoya qilib turinglar. Qizlar oldinga, senga omad. Men axir o'g'il bolaman-ku. Shilliqmi? O'g'irlanganlar ham shu yerda. Hamma yotsin. Ilohiy iroda bilan uraman. Kerak emas. Bu maxluqcha bizni qutqargan amakini guruhidan. Uni xafa qilmanglar. Amaki? Bas qil, Lyuka.
Iltimos, kechiringlar. U endi o'sha yollanmachilarni katta muxlisi. Bu shilimshig'im uni guruhidan. Shunaqa deb eting. Kechir, aybdorman. Luka. Kechirasizlar. Sizlar kimsizlar? Biza. Toya, to'xta. Biz kimligimizni aytmasligimiz kerak. Men Delamiz qahramoniman. Toya Kanzaki. Bu qahramon. Bizani mabud qutqardi. Iltimos, kerak emas. Bular ortiqcha. Kechiring, iltimos. Biz sizni qahramonligingizni bilmagandik. Boshlandi. Tushundim. U nimadir dedimi? Ha, xullas, men Shilimshiq bilan gaplashdim. Unga shotda o'tirib, o'g'irlanganlarni qutqarish buyurilgan. Shilliq quliga xizmat qiladimi? Ularning guruhida ham bo'ysundiruvchi bormi? Bu noyob sinf. Qahramon, maylimi sizdan so'rasam? Iltimos, bizni qutqargan Arangdagi yollanmachilarga yordam bering. O'tda hali o'nlab bosqinchilar bor. Ularning yetakchisi veteran jangchi. Qanchalik kuchli bo'lishmasin, yolg'iz ularni eplasha olmaydi. Kech bo'lmasidan shoshilinglar. Eshik ortida oxirgi xona. Olg'a. Toya, to'xta. Shunchaki bostirib kirib bo'lmaydi. Biz kech qoldikmi? Bular birinchi kelishgan yollanmachilarmi? Yaralar juda qo'rqinchli. Dahshat. Kechiringlar. Shunaqa ham qilinadimi? Qora shamoldagi la'natli boshqinchilar. 6-qism. Guruch, o'g'rilar va qahramonlar. Maxsus Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi uchun Anibla Studios tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Spektra.